Xo'p akalar, bu videoni o'tkazib yubormay turasizlar. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bu videoni olishimdan maqsad, men shu yilning oxirigacha, ya'ni 31-dekabrgacha 99 ta obunachimizga ajoyib taklif bilan chiqyapman. Bu taklif nimadan iborat deb so'raganlar uchun taklifim shundaki, misol uchun sizni uyingizda sotmoqchi bo'lgan parranda uy hayvonlaringiz bor, lekin bozorga olib chiqishga erinishingіз mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Men shularni onlayn tarzda videoga olib, o'z profilimga joylab beraman. Bundan foyda qanaqa bo'ladi sizlarga? Inshaalloh tekin, hech qanaqa pul olinmaydi. Hozirgi paytda statistikaga qarasam, 96% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Obunani bosib qo'yishingizni iltimos qilaman, sababi yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bu reklama onlayn tarzda qanaqa olinadi, qanaqa joylanadi degan savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, sizlar o'z uyinglardagi hayvon yoki parrandalarni menga Telegram orqali video yoki rasmlarimni chiroyli kadrlar orqali jo'natasiz va unga men ozuchkamni qo'yib, o'zim reklama qilib beraman. Menga manfaat, hech qanaqa manfaat tegmaydi. Faqat sizlardan iltimos shundaki, sotilmoqchi bo'lgan parranda yoki uy hayvonlaringizni chiroyli kadrlarda menga jo'natsanglar bo'ldi. Bu yog'ini men Telegram, Instagram, YouTube kanallarimga qo'yib joylab boraman. Menga qanaqa foydali tomoni bor deganlar uchun kimgadir meni yordamim yoki qanchadir miqdorda harakatim tufayli o'sha odamning ishi bitib qolsa, men juda ham xursand bo'laman. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Stories va postlarda hamma viloyatda 12 ta viloyat bo'yicha har bir odamni uy hayvonini yoki parrandasini reklamasi chiqadi. Inshaalloh sizga manfaatli bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Shunaqa uy hayvonlari yoki parrandalarini sotishga vaqti yo'q odamlar uchun men juda ham katta hissam qo'shgan bo'laman degan umiddaman. Agarda sizning ham shunday onlayn sotuvga ish tushayotgan yaqiningiz bo'lsa, bu videoni joylab qo'yishingizni tavsiya beraman.